sifatli ham chiroyli. Kelinglar, assalomu alaykum. Bizdagi mahsulotlarimiz teplitsa sohasi bo'yicha, keyin tomchi sug'orish bo'yicha, keyin yerlarda planirovka qilish bo'yicha hamma sohada narsalarimiz bor. Sizlarga hozir salqin qiluvchi setkalarimizni tanishtirib o'taman. 95% dan boshlab bizda 55% gacha setkalarimiz bor. Setkalarimiz 95% liklari qalin bo'ladi. Grammaj holatida 120 grammajli bo'ladi. Mana ular 80% lilarimiz. 80% lilarimiz grammaj holatida 75 grammaj bo'ladi. Bu havo o'tkazuvchanligi ko'proq 80% ligimiz. Bunda ochiqlik bo'ladi-yu, soyasi bir xil bo'ladi. Endi bularimiz mana metraj holatida 5 metrlik, 6 metrlik, 8 metrlik, 10 metrlik, 12 metrliklargacha bo'ladi bizda. Mana shunaqa holati. Endi ranglilari bor albatta. Ranglarimiz bor. Sarig'i bor. Sarig'i bor, keyin palasatilarimiz bor. Mana palasatilarni ham ko'ring. Bular ko'proq marajnoxonalarga, unga magazinga, unga bunga qo'ysa, blistachi bo'lib, mahsulotiga ko'k berib turadi, salqinligiga. Shunaqa holatlar. Bizda keyin teplичный plyonkalarimiz bor bu yerda. Teplичный plyonkalarimiz bor. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. 3 yilgacha kafolat berilgan, 36 oy deyilgan. Bu quyoshga chidamliligi, chirimasligiga kafolat 100% beriladi. Bularimiz tomchi sug'orishda aksessuarlari, krannilari bo'ladi, probkalari bo'ladi, keyin krantda sannilari bo'ladi. Bu yig'ish har bir qatorga bittadan ketadigan mahsulotlarimizda bular. Keyin driperlar bo'ladi. Driperlar bo'ladi, bu bog'dorchilikga ishlaydi. Bog'dorchilikga har bitta daraxtga bittadan driper ishlatiladi, 16 litrgacha haydaydi bu suvni 1 soatiga. Bu tomchi sug'orishlar shilinlarimizning uloqlari. Misol uzilib qolsa yo teshilib qolsa, uni kesib turib ulaydigan narsalar. Bu hatto turbamizniki, bu bog'dorchilikga ishlaydigan turbalarimizniki, bular ham o'sha uloq hisoblanadi. Uloq hisoblanadi. Keyin montaj holatlari mana shunday holatida bo'ladi. Bu birinchi teshiladi reberda teshilgandan keyin bunga sanni qo'yiladi. Sannini qo'yib turib, sanni qo'yildi, bunday aylantiriladi-da. Keyin любой krantni olasizda, krantni sanchiladi xolos. Juda ham oddiy, sodda talab qilinadigan narsalar mana shu xolos. Xo'p, endi mana teshilgan reber bu. Reberda oddiy holat bu ham. Yosh bola qilayotgan holati ham to'g'ri kelaveradi mana. Reberda teshilishi. Mana shu holat. Kalsa qilib sug'urib oladi, ichiga qirindi ham tushirmaydi. Endi bu tarafdagilarimiz mana Erondik kranti, mana turk kranti. Mana driperlarimiz turk vakuumli hisoblanadi, 2 litr haydaydi. Soatiga 2 litr haydaydi. Bu krestiklarimiz bu ham regировочный hisoblanadi. 1 soatda 24 litrgacha haydab beriladi. Keyin mana filtrlarimiz bor. Filtrlarimiz suv kir bo'lsa, kirini olib qoluvchi kasetli filtrlar deyiladi. Hozir ochib ko'rsataman. Oson tozalanuvchi filtr. Kaseta deb bo'ladi. Buni bo'shatamizda. Buni tozalashda oddiy yo'li. Shuni to'g'riga solib, shuni chaqaladi bo'ldi. Yana qaytadan yig'ib qo'yilaveradi. Loylarda, kirlarda ushlab qoladi. Keyin refletni krantlarimiz bor. Reflet bu yumshoq shlenlarga qotadigan krantlarimiz bo'ladi. Bular o'zi shuni teshiladi-da, qotiriladi xolos. Refletni krantlarimizdan hozir men sizga ko'rsataman. Qisqichlik hisoblanadi. Buni rezboviy holatida shunday sanchiladi-da, qotiriladi bo'ldi. Shu bilan qisadi. Shunday holatida qoladi. Keyin krantini o'zini qotirib qo'yasiz, bo'lib turaveradi. Shu holat. Nima kerak? Xizmat. Bo'ldi, qanaqasidan kerak ekan? Aka, qanaqasidan? Bu reflet shlenga qataluvchi krantlarimiz hisoblanadi. Mana qatab qo'yganmiz. Endi hozir sizga bitta qadash yo'lini ham ko'rsatamiz. Refletga birinchi teshiladi. Teshiladi. Teshilgandan keyin
buni burama holatida qadaladi. Tushgandan keyin qotirib qo'yiladi burada. Shu bilan suv oqmaydi bundan. Bu refleksga qadalish holati mana shu holatda bo'ladi. Buni любой payt yig'ishtirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun refleks bilan ishlatishadi. Bu dalalarda ishlatishadi. Endi mana bitta syomkalarimizda bor. Dalalarda refleks bilan turibdi. Shu holat. Zajim bu teplitsaga ishlagan plyonkalarni qadash uchun ishlatilgan zajimlarimiz bo'ladi. Zajimlar bo'ladi. Buni simi bo'ladi, ichiga tushgan mana simlari. Simi zigzag simi bo'ladi, shu bilan qadaladi. Mana shu holat. Stakanchilarimizni upakovkasi mana shu holatida pachkada bo'ladi. 8 ga 8, 8 ga 8 bitta pachkasida 5000 dona bo'ladi. O'zi 5 kilogramm chiqadi. Kilogrammi 40 000 so'm turadi. Kilogrammi 40 000 so'm turadi. 1 kilosidan 1050 dona chiqadi. Bitta tomchilar, boshqa aksessuarlarimizdan tomchilar, buni ham 4 litrli, 5 litrli, 8 litrli har xil holatida bo'ladi. Shular hozir 4 litrlilarimiz. Keyin mikroklimatlar bor bizda. Salqinlashtiruvchi mikroklimatlar. Klimatlar turetskiy holatida bo'ladi. Turkiyaniki. Bu yig'ma holatda ishlatilgan klimatlar bo'ladi. Salqin qilib suv sepib turadi. Bu klimatlarimiz ham yig'ma holatda bo'ladi. Shu holatlarda bo'ladi. Bittaligi, to'rttaligi bo'ladi. Kapini shilinlarimiz. Bu Eronniki. Bag'da O'zbekistonniki. Kapini shilinlar bular tomchiga ishlatiladi. Shilinlarimiz. Mana teplishni setkalarimiz bu. Teplitsani ustiga qo'yilgan 75%lik har xil razmerda bo'ladi. 6 ga 50, 6 ga 40. Shuna holat, misol 8 ga 40, 8 ga 50, 10 ga yo'q. 10 ga 30, 10 ga 30, 10 ga 40, 10 ga 50, 12 ga 30, 12 ga 40, 12 ga 50 har xil razmerlar bo'ladi. Hammalik talabga mos holatda cho'radi. Pachka holatida hisoblanadi. Albatta kasetalarimiz bor. Kasetalarimiz ko'chatni birinchi urug'dan yetishtirish uchun kaseta hisoblanadi. Bunga torf solinadi, torfni solib turib urug' ekiladi. Buni dastlabki holati qulayroq, keyin bunda chiqqan nima? Ko'chat ildizi kuchliroq bo'ladi bunda. Mana shu holati bo'ladi. Keyin stakanchilarimiz bo'ladi. Stakanchilar ham razmerga qarab bo'ladi. 8 ga 8 deyiladi. Bu eng kichigi bu stakanchilarimiz. Bu ham xuddi shu holatda ishlaydi. Razmerlar bo'ladi. 10 ga 10, 12 ga 13, 15 ga 15, bunisi 15 ga 15 ekan. 15 ga 15 bo'ladi. Bunisi bundan keyin 18lari, 20si, 21i har xil turlari bo'ladi. Bitta torfimiz bor. Torflar uni qachga holatida bo'ladi. Kilogrammda sotiladigan narsalar tarozida qo'yiladi. Xo'p, akam aytib o'tganlaridek bizda poliz ekinlari, ya'ni parnilar, dalalarga sug'orish tizimlari, salqinlantirish to'rlar hamma yoq bo'lgandek ekuvchi apparatlarimiz ham bor o'zimizni. Brend asosida chiqqan o'zimizning ekuvchi apparatlar. Xo'p, buni qolgan ekuvchi apparatlardan nima farqi bor deydigan bo'lsalar, bizga bundan oldin boshqa firmani ekuvchi apparati kelgan, ya'ni ular alyumindan bo'ladi. Tez bukiluvchan, tez qayriluvchan shunaqa bo'ladi. Lekin buni nimasi? Materiali haqiqiy temir. Ya'ni o'zi nimanidan qilib mahkam, tejamli qilib ishlangan. Ekuvchilar biladi o'zi, tuyacha bilan, ya'ni mana o'zimiz ko'rsatib o'tgan tuyachalarimiz bilan tuyachalarimizga ko'chat ekilgan holatda tuyachani tashlab ekib ketilaveradi. Keyin hop. Setkalardan tashqari gatoviy tentlarimiz bor. Gatoviy tentlarimiz deganimizda qanaqa? Masalan aytaylikki, hozir qo'limdagi gatoviy tentimiz 3 ga 4li razmerlar. Bunda nimalarga ishlatsak bo'ladi? Masalan, qurilish mollarini nam tortmaslik uchun ustiga, mashinalarning ustiga, aytaylikki, salqinlantirish uchun, yomg'ir o'tmasligi uchun joylarga to'shab ishlatsak bo'ladi. Bundan yomg'ir o'tmaydi.
Bunda yomg'ir o'tmaydi. Quyosh 100% saqlaydi. Setkalarimiz bo'lsa, ma'lum bir miqdorda yomg'ir o'tkazadi, ma'lum bir miqdorda quyosh nurini ham o'tkazadi. Nimaga quyosh nurini o'tkazadi? Buni bilsangiz foizi bor. Tushuntirib o'tishgan bo'lsa, foizlari bor. 95%, 90%, 85%, 80%, 75, 55 tushib ketaveradi qo'shimcha bo'lib. O'shanga o'xshab ajraladi bular. Hop, keyin shilellarni ko'rsatishgandir. Mana shilellarimiz bor. Bu ya'ni gulzorlarga, daraxtlarga aytishimiz mumkin. Hovlini qanday desam bo'lar ekan? Hovlini tomdan tomga, hovlini salqinlashtirish uchun tomdan tomga olib o'tsa ham bo'ladi bu shilellarni. Nimalarga olib o'tsa ham bo'ladi? Gulzorlarga qilsa ham bo'laveradi. Hovlidan hovliga o'tkazilgan vaqtda buni mikroklimatlarimiz yordam beradi. Ya'ni hovlini salqinlantirish uchun mikroklimatlarimiz ham bor. Mikroklimatlarimiz yordam beradi. Keyin hop, mana ular bor. Polizga ishlatilmaydigan shilellarimiz bor. Bular polizga ishlatilmaydigan shilellarimiz qana bo'ladi degan bo'lsa-lar, polizda masalan aytishimiz mumkin, tarvuz, qovun, bug'doy emas, masalan paxta, ana shunaqa narsalarga ishlaydigan shilellarimiz ham bor.